Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi axborot texnologiya asoslari fanidan bugungi mavzumiz MS Word matn protsessori interfeysi bilan tanishamiz. Bu mavzu hammamizga juda qiziq, chunki kundalik hayotimizda juda kerakli bo'ladigan dastur bo'yicha ma'lumot beramiz. Hozirgi kunda barcha tashkilotlar, ta'lim muassasalari hamma joyda hujjatlar Word dasturida amalga oshirilyapti asosan. Matn prosessorlari matnning faqat mazmunini emas, balki tashqi ko'rinishlarini ham katta ahamiyatga ega bo'lganda qo'llaniladi. Ya'ni faqat matn yozishda emas, uning chiroyli ko'rinishini ham bizga chiroyli qilib beradi bu dastur. Masalan, matnga turli rasm va jadvallar joylashtirish, belgilarning o'lchami, rangi va ko'rinishlarini o'zgartirish va hokazo. Shu ishlarni Word dasturida amalga oshiramiz. Matn prosessorlari odatda rasmiy hujjatlar tayyorlashda ko'p qo'llaniladi. Matn prosessori yordamida tayyorlangan matn bu hujjat deyiladi. Demak, shu Word dasturida tayyorlangan ma'lumotimiz hujjat deb yuritiladi. Mana ko'rib turibsizlar, bu notebookda Word dasturida hujjat yaratyapti. Turli matn prosessorlarida matnni bezatish uchun turli xil kodlar qo'llaniladi. Bunday hollarda hujjatlar har xil formatga ega bo'ladi. Shu sababli formatlangan matnli hujjatlarni bir matn prosessoriga boshqasiga olib o'tishning har doim imkoniyati bo'lmaydi. Bu nima demoqchi? Qisqa kengaytmalari 2003 Word dasturida boshqacha saqlangan bo'lsa, 2007 da boshqacha saqlab qoladi. Shuning uchun agar hujjatni boshqa kompyuterga olib o'tayotganda shu saqlashga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Mana endi ko'rib turibsiz. Mana Word dasturini ishga tushirilgandagi interfeyslari, mana tevada menyular qatori bilan tanishishlaringiz mumkin. Mana tevada fayl, glavniy вставки, razmetki straniца bu buyruqlarda to'plangan menyular qatori, ya'ni menyular satri. Endi har bitta bo'limning alohida vazifasi bor. Mana ko'rib turibsiz, glavniy bo'limida yozuvlarni jирный yoki yonboshga qayrish, tagga chizish va вставка bo'limi bor. Bundan jadvallar yaratishimiz mumkin, boshqa amallarni bajarishimiz mumkin. Bizda endi 2010 Word dasturida ishlayapmiz. Hozirgi kunda ko'p kompyuterlarda 2010 bo'lgani uchun biz ham shu dasturni kompyuterimizga o'rnatib olganmiz. Hamma menyularda o'zini vazifasi bor. Hammasi bilan buni darslar davomida tanishib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, mana shu Word dasturining ishchi oynasi bo'ladi. Yangi ishga tushgandagi holat bo'ladi. Endi bu ishga tushirish tartibini ham aytib o'tib ketamiz. Albatta, birinchi ishga tushirishda 3 xil usulda ishga tushirishimiz mumkin. Eng soddasi bu рабочий stolni ekranning bo'sh joyiga, ya'ni ishchi stol deymiz, bilamiz. O'quvchilar ekranni bo'sh joyiga sichqonchaning kursorini o'ng tomonini ezib, Sazdat bo'limi orqali Word dasturini topib internet ishga tushirishimiz mumkin. Endi ikkinchi usuli mana bu yerda pusk menyusi bo'ladi hamma kompyuterda. Pusk menyusi orqali C programmada Microsoft Office bo'limini tanlab turib, o'shandan kerakli Word dasturini ishga tushirishimiz mumkin. Endi uchinchisi, ekranda agar Word dasturining yorlig'i bo'lsa, shu orqali ham ishga tushirishimiz mumkin. O'zi ishga tushirishni turlari ko'p. Biz eng sodda va tezkor ishga tushirishda aytib o'tdik sizlarga. Menyular satridagi har bir menyu o'ziga xos. Ya'ni ko'rsatib o'tiribdi, yuqoridagi shtrix chegarali to'rtburchak ichiga ko'rsatilgan tasma bilan bog'langan. Tasmalar matn protsessori bilan ishlashda qulaylik hamda imkon beradigan tugmalarni o'z ichiga olgan. Bu mana menyulardagi mana sarlavhalar satri, menyular satri mana aytib o'tdik, tevadagi. Bu uskunalar paneli bo'ladi, mana shu qatordagi. Endi pastdagi holatlar satri. Bunga ham bizga foydalanayotganimiz juda kerak bo'ladi. Mana shu Word dasturidagi buyruqlarning shu sarlavhalar satri, menyular satri, uskunalar panelidan foydalanib bajaramiz. Endi har bitta menyuning vazifalarini aytib o'tyapman. Glavniy endi joylash, glavniy menyusi, вставка menyusi, bular endi ruschada yozibdi. Razmetki straniца bu ko'rinish, vid, har xil bo'limlarni belgilab chiqqan bular. Yana bizga kerakligi matn prosessorida ishlaganda hujjatlarga oid quyidagi atamalarni ham bilib olishimiz zarur. So'z belgilari ketma-ket kelib bo'lib, ulardan bir-biridan probel, ya'ni bo'sh klavish
bilan oradagi joy qoldirishimiz yoki nuqta, vergul, nuqtali vergul, ikki nuqta, qavs va hokazo qo'shtirnoqlar bilan ajratib o'tishimiz mumkin. Endi satr nima desa, satr bitta chiziqda yozilgan so'zlar, harf yoki belgilar ketma-ketligi. Bir qatorda yozilib o'tilgan matn protsessorlari satr oxirida sig'may qolganda so'z yoki belgini keyingi satrga avtomatik tarzda o'zi o'tkazadi dasturda. Shularni bilib olishimiz zarur biz. Endi bugungi mavzu bo'yicha sizlarga savol va topshiriqlar quyidagilardan iborat bo'ladi. Bularni hammamiz yozib olamiz. Keyingi darslarimizda yana bu Word dasturini qolgan menyulari bilan ham tanishib chiqamiz.